har doim o'zimga o'zim nima sababdan oldingili baquvvat bo'lishgan, pissa yog'i yeyishmagan, hozirgidagi har xil sintetik yoki bo'lmasa dietetik narsalar yeyishmagan, baquvvat ovqatlar yeyishgan, o'shandoq qilib yeganda anu yog'i tonmasa oshni otishgan, to'g'rimi buvlarimizga? Nima sababdan baquvvat ovqat yeb, yaxshi yashab yurishgan, yaxshi ovqatlarni yeyishganda, lekin kasal bo'lishmagan. Nimaga deb savol berardim o'zimga o'zim. Demak, shu narsani qiziqqanim uchun bizani mani ota avlod, ona avlod hamma vrach bo'lganligi uchun men ham vrachlik sohasini tanladim. Toshkent meditsina institutiga o'qishga kirganimdan keyin qarasam juda ham kasalliklar ko'payib ketyapti. Eng birinchi o'rinda qaysi kasallik? Yurak qon tomir kasalliklari, infarkt, insult shu kasalliklar ko'p. Kardiolog bo'laman dedim. Chunki ikkigini yaxshi ko'rib qoldim-da, kardiologiya magistraturasini o'qiganimdan keyin onkologiyaga meni bitta bo'limga boshliq qilib qo'yishdi, srazi institut bitirganimdan keyin. Onkologiyada kardiolog bo'lib ishlab o'tirishim natijasida qarasam, onkologik kasalliklar umuman tuzalmayapti. Hammasi afsuski oxir oqibat qayerga ketyapti? Oxir oqibat narkotik olib, afsuski og'irlashib bo'lmayapti, tuzalmayapti hech kim. Onkologiyani keyin onkolog bo'laman dedim, qiziqdim unga ham, tuzaturgim keldi. Har doim tuzatgim keldi, insonlarga yaxshilik qilgim keldi, tuzatgim keldi. Onkologiyani keyin Nikolay Nikolayevich Plaxin nomli Moskvada instituti bor, bilsanglar, eshitgan bo'lsanglar. O'sha institutga borib o'qib keldim. Ximioterapevt bo'ldim. Ximioterapevt bo'ldim, ishlayman, qarasam bitta dona kasallik bor, Nehodjkinskiy limfoma deydi. Eshitgan bo'lsanglar. Faqatgina Nehodjkinskiy limfoma tuzalyapti. Boshqa hech qaysi kasal tuzalmayapti. Ximiya olyapti, nur olyapti, operatsiya bo'lyapti va hokazo, oxir oqibat baribir yomon bo'lib, yo kardiologik asoratdan, yo nevrologik asoratdan, yo demak o'sha onkologiyani o'zidan kasallik o'lib ketyapti. Nega deb yururdim, o'zimga savol berib ishlab yururdim shu ish jarayonida. Keyin oxir oqibat 2017-yil Xudoning marhamati bilan bitta katta kompaniyaga, mana mas'uliyati cheklangan jamiyat, hozir Davudxon aka Ashurov aytdilar, Gano Shifo mas'uliyati cheklangan jamiyatga mana shu kompaniyani direktori tomonidan men taklif qilindi. 2017-yil shu kompaniyaga men bosh direktor o'rinbosari bo'lib keldim. Sababi til bilaman, ko'rinib turibdi, sal ozgina simpatichniroqman. Bundan tashqari erkak kishini holatida ishlaydigan vrachman. Til bilganim uchun ham o'zlariga o'rinbosar qilib oldilar-da. O'rinbosar bo'lib keldim-da, shunda ollariga keldim. Azizlar, assalomu alaykum. Keling. Nima xizmat dedim? Mahsulot iching dedilar. Yo'q, azizlarni, menga tuzukroq ish bering, har holda butun respublika bo'yicha katta bitta kompaniyani mas'uliyat cheklangan jamiyatda zam direktorman, butun doktorlarni kattasi qilib qo'ydingiz menga ish bering dedim. Mahsulot iching dedilar. Xo'p dedim, 3-marta so'rashga noqulay bo'ldi-da, u paytda ham ishlardim. Men haligacha ishlayman, xudoyim shu, chunki yaxshi ko'rganim uchun mana hozir Davudxon aka aytganlaridek men reanimatsiyani yaxshi ko'raman. Og'ir ahvolda kelgan odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman. Bilasizmi qanaqa buni hissiyoti, vrachchi hissiyoti. Og'ir ahvolda o'laman deb keladi-da, unga yordam berganingizdan keyin uzoq 20 minut qilinadi o'zi reanimatsiya, bilasizlar, standart bo'yicha. 5 minut, 10 minut ichida qilib nafas olishni o'zi bu vrach uchun bilasizlarmi qanaqa bu? Hamma narsani beraveradi. Vrach imini shunaqa payt uchun. 2001-yildan beri reanimatsiyada ishlayman. Reanimatsiyada ishlab yurgan paytimda men shu Gano Shifoda ham ishlayotganimda reanimatsiyada ishlardim. Dejurstvoga bordim-da, choy damlab qo'ydim. Choy. Yo'q. Bormi choy? Bor. Reanimatsiyaga ishga kelishim bilan birinchi bo'lib har doim hammalarga aytiladi, menimcha aytilgan ham bo'lsa kerak, sehrli giyoh deb choyni damlab qo'ydim. Choyni damlaganimdan keyin nimaga sehrli ekan dedim-da, vrachman. Vrachlar bormi oramizda? Oramizda bormi vrachlar? Yana 2 kishi. Vrachlar bilasizlar, sal bizani burnimizda balandroq bilasizlar, o'zimiz. Men ham vrachman, to'g'rimi? Uncha narsani mensimaymiz. Bu oddiy choy dedim-da, choyni damlab qo'yib 2 litrga deb aytamiz har doim bu choyni. Men 500 millilitrga damladim. Burnim bor deydi. 500 millilitrga damladim-da, iluv holatda ichish kerak deyilgan choyni men muzdek qilib ichdim. Ertasi kun davleniyam hayotda oshmagan, davleniyam 260 ga 140. Dedim.
Sirazu keyin imkonim bor, hamma sharoit bor. Xudoga shukr, bu kompaniyani eng katta hozirgi paytda immunologi janob Chonkvaxoy degan inson bor. O'sha insonga chiqdim, men choy ichdim, mana shunaqa qilib muzday qilib ichdim, davleniyam oshdi, yo'talvonman dedim. Sirazu savol berdilar. Tez kasal bo'larmi deysiz? O'zimga qaramasdim to'g'risi. Tez kasal bo'lardim haqiqatda dedim. Tez kasal bo'lishingiz natijasida butun balg'amingizni chiqaryapti. Nimaga qon bosimim oshdi desam, qon bosimingiz etilgandek qilib ichmaganingiz uchun oshdi dedilar. Hayron bo'ldim. Xo'p, qani dedimda, keyin yana choyni davom ettirdim ichishni. Ahamiyat beringlar. Har oy kasal bo'lardim. Har oy burnim oqib, davleniyam chiqmasdi hech qachon, burnim oqib, shamollab, gripovat qilib yuraverardim. Hozir juda ham ko'p bunaqa kasallar insonlar, to'g'rimi? O'zidan-o'zi kasal bo'lib yuraverardim. Nimaga degandan keyin bu ichganimdan keyin har qadamimda direktor ollariga kirsam ham, boshqa yoqqa kirsam ham oqaveradi. Burnimdan ham, tomog'imdan ham hamma yog'im qizarib kelaveradi, balg'am kelyapti. Nimaga deb oxiri qiziqdimda, keyin shu qiziqib yurgan paytimda Layzaskarimni menga burnimni sag'al yana pastroq tushirish uchun, ya'ni o'sha doktorlar o'zligi bilishadi, buni faqat ikkita doktor bilar ekan oramizda deydi. Ya'ni bu narsani yanada his qilish uchun bitta katta liderga aytdilar, Sardorni butun respublika bo'yicha aylantirib chiqinglar dedilar. Ahamiyat beringlar, respublika bo'yicha aylanib chiqqanimda Yulduzxon opa esingizda 2017-yil respublika bo'yicha aylanib chiqqanimda birinchi bo'lib Namanganni Chustiga keldim. Chustdan bormi odamlar? Namanganni Chustiga keldimda, Chustga kelganimdan keyin bitta ayol meni oldimga kelyaptilar. Assalomu alaykum, zam direktor, butun doktorlarning kattasi. Shunda oldimga kelyaptilar-da, vypiskani beryaptilar. Vypiska bilasizlar? Onkologiyadan, to есть больницаdan berilgan vypiska. Vypiskani beryaptilar-da, shunda qarasam 2016-yil, rovna iyul oyi ekan o'shanda. Yulzapa, iyul oyida 1 yil avvalgi menga vypiskani beryaptilar. Ahamiyat beringlar vypiskadagi diagnozi. Rak prostaty с метастазом в кости скелета, печень и yo'q, oshqozon emasdi. Jigar, pechin dedim. Jigar, o'pka va suyaklarga metastazi bilan. Bundoq qaradimda, kelinglar ochig'ini tan olib aytaylik, hammamiz mana hozir bemalol gaplashib o'tiradigan joyga keldik. Tan olib aytaylik, 1 yil yashamaydi bunaqa kasallik. 1 yil yashamaydi bunaqa insonlar. Men Moskvada o'qib kelganman. Buni bilaman, onkologiyani bilaman, asoratini bilaman. Hozir hamma biladi. Bu yerda hech qanaqa yolg'on gapirish kerak yo'q. Hamma biladi. Rak kasallari oxiri 4-etapda, ya'ni hamma yoqqa metastaz berib ketgandan keyin nima qilamiz biz onkologlar? Morfin degan yoki qanaqa boshqa pramidol degan narkotik beryapmiz, to'g'rimi? Narkotikni olib, indamay tinchgina o'la qolsin deb beryapmiz, to'g'rimi? Shundoq qaradimda, 1 yil o'tib ketgan. Kim bo'ladi bu dedim. Yosh bitta ayol, balki shu yerda durlama, ularning otlarini ham bilmayman. Imini Namangan Chustda bo'lgan. Kim bo'ladi bu inson desam, xo'jayinim bo'ladi dedilar. Qayerda bo'ladi dedim. Nima men ko'rsatganini tushunmayman. Chunki o'lib ketgan deb o'ylayman, chunki rovna 1 yil o'tyapti. Uydalar mahsulot ichyaptilar dedilar. Xursand bo'ldim. 1 yildan beri hech qanaqa narkotik olmaganlar, faqat Ganoni mahsulotlarini ichib yuribdilar. Qanaqa qilib degan o'zimda yana savol paydo bo'ldi. Yana savol paydo bo'ldi-da, keyin shundoq o'rnimdan turib, esinglarda bo'lsa, o'sha payt Yulzapa shundoq o'rnimdan turib qo'limni berib, "Rahmat sizga, shunaqa yaxshi ayol ekansiz, xo'jayiningizni 1 yildan beri narkotiksiz yashattiryapsiz" dedim. Endi qaranglar, oxiri nima bo'ldi o'sha inson bilasizlar? Men har doim surishtirib yuraman, har doim oxirigacha yetishga harakat qilaman-da. U inson afsuski olamdan o'tibdi. Lekin xursand bo'lib olamdan o'tdilar, tushunasizmi? 1 yil emas, 1,5 yil yashab olamdan o'tdilar. Ya'ni 1,5 oy ham yashamaydi bunaqa kasallar, bilsanglar agar. 1,5 yil xursand bo'lib yashab, eri bilan, bolalari bilan bo'lib o'tdilar. O'shaning uchun nima deyaptilar? Prezident 40-63-sonli farmoyishlarda masjidda o'tirgan hammalarga tegishli bu gap. Aholi o'rtasida kasallik ko'payib ketayotganligi natijasida hozirgi kunda bizi, ya'ni insonlar kasallikni davolashga emas, uni oldini olishga harakat qilishimiz kerak deyaptilar, to'g'rimi? Hammaga tegishli, hammamizni o'zimizni yurib kelganmiz. Hech kim katalkada, nasilkada olib kelayotgan yo'q. Toshkentga juda ham ko'pchilik nasilkada olib kelishadi. Nima qildinglar shu paytgacha desam, bilganimni, oldinroq bilganimda olib kelgan bo'lardim deyaptilar. Ya'ni hamma ichib, yeb, ichib yurishi shart deyapmiz. Chunki o'zim ham yeb ichib yuraman. Kim menga aytadi, 4 ta bolani otasi deb qarang. Demak,
Mahsulotlar bo'yicha yo'q. Mahsulotlardan oldin bitta sizlarga qisqacha qilib Ganaderma nima degani o'zi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishimni sizlarga ijozat bersanglar aytib o'taman. Ganaderma lucidum bu qizil yaltiroq qo'ziqorin, ko'rib turibsizlar. Yer sharida 200 tadan ortiq qizil yaltiroq qo'ziqorin mavjud. Shundan atigi 6 tasini bu kompaniyani ixtiro qilgan janob Liao Sunseng topib, eng oxirgi tabiatdagi ekzemplarini olib turib, uni ko'paytirish, ya'ni kultivatsiya qilish yo'lini ishga solganlar. Bu kompaniyani hozirgi paytda bu qo'ziqorinini sotib olish uchun butun dunyo katta pul taklif qilgan. Bermash qo'ziqoriningni deb. Yo'q deyaptilar. Nimaga? Sababi bu qo'ziqorin faqat Gano Excel kompaniya korporatsiyasida bor bo'lganligi uchun. Bu qo'ziqorin nima degani? Boya esinglarda bo'lsa tarixdan boshladim. Buvamlarni rahmatli to'g'rimi, dodamlarni, buvimlarni baqot bo'lib, o'zingizlar ham hammanglar ko'rgansizlar, buvinglarni baqot bo'lishgan. Nimaga? Nimaga baqot bo'lishgan ular? Tabiatda yeyishganligi uchun. Tabiiy narsani yeyotgan bo'lishganligi uchun. Hozirgi paytda afsuski tabiiy narsa qolmadi. Kim men bilan ne согласен? То есть men gapim noto'g'ri deydi. Tabiiy narsa qolmadi hozir. Tan olinglar. Men har kuni tekshiruvda bo'laman, har kuni kasallar bilan, bemorlar bilan suhbat qilaman deb, oldimga bitta teplitsachi keldilar, Yangi bozorda, Toshkent viloyatida. Oka dedim, to'g'risini ayting dedim. Hali har bittaga kirganingizda alohida gaplashamiz hali ko'rsanglar. O'zi tekshiruv usuli shunaqa. Oka dedim, to'g'risini ayting dedim. Bitta pomidori chiqquncha necha marta unga dori sepasam, unda kuldilar-deb basharamga qarab turib, har kuni dedi. 3 marta, 4 marta deb o'yladim. Pomidori yeyotgan pomidorimizni bir marta o'sha bizni og'zimizga tegishi uchun bechara teplitsachilar ular ham majbur. Majbur ular ham har kuni dorilarkan. Har kuni dorilangan pomidor yeyamiz, bodring, olma va hokazo. Vodiy aholisi o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar, uzuminglarga dori sepmaguningizcha uzum chiqmaydi, oqib ketadi, to'g'rimi? Tabiat majbur qilyapti bizani. Tabiat majbur qilyapti bu narsani yeyishimizga. Hozir natijalari ko'p. Hozir mana Davudxon Ashurovdan yoki Hanifa opadan yoki Yulduz opadan so'rasam, hammada natijasi bor. Qanaqa qilib natija olyapti? Tabiiy narsani yeyish orqali. Hozir tekshiruvga kirganingizdan keyin hech narsa demay o'tiradi bir xil. Mana misol uchun Rofes diagnostika qilamiz, biz hujayraviy darajada tekshiruv o'tkazamiz. Haqiqatda deydi, mana ko'pchilik mana shu o'tirganlarning 90% dan oshiq, hozir 100% uvering bo'lib yetishi mumkin. Yuragi tez urib ketib qoladi-da, lekin kardiogramma qildirsa yuragi yaxshi chiqadi. Nega shunaqa deb o'ylaysizlar? Yoki bo'lmasa ertalab turganingizda ovqat yegiz kelmaydi. 80% insonda shunaqa, to'g'rimi? Nega degan savolni o'zimga berurganim uchun oxiri shu joyga keldim men. To'g'risini aytaman. Hammanglar bilasizlar, onkologni juda ham yaxshi bilasizlar. Kardiologni ham juda ham yaxshi bilasizlar, lekin tuzalmayapti. Nega degan savolni oq berurgandan keyin shu joyga keldim. Haqiqatda hozir Davudxon Ashurov qisqagina eshitdim treninglarini, haqiqatda kasallikni ildizi bilan tuzatadi. Hech qanaqa kasal bo'lmay yuradi mana. Bemalol ko'ryapsizlar, navarali odam tepaga chiqib energichni hamma narsani gapiryapti. 40 ga kirayotgan bola, men sochim tepaga chiqib, mana 4 ta bolam borda maqtanyapti, bekorga emas. Tushunasizlarmi? Keyingisi. Katta plantatsiya, ahamiyat beringlar. Bu plantatsiyani ichida Ganaderma yetishtiriladi-da, bu 40 gektar yerga ega bo'lib, hattoki bu plantatsiyaning tepasidan vertolyot yoki samolyot uchishga haqqi yo'q. Shu darajada qonuniylashtirib qo'yilgan. Sababi qanaqadir zahar tomchilari tommasin degan maqsadda. Tushuntira olganman? Keyingisi. Mana plantatsiyaning ish jarayoni qanaqa qilib yetishtirilishi. 2 xil qo'ziqorin qo'ygan. Ganadermani 2 xil usulda, 2 xil paytida uzishadi. Birinchisi demak yetilmagan paytda, ikkinchisi yetilgan qo'ziqorinli paytda. Keyingisi. Keyin o'tkazib yigit. Mana Reishi Gold. Qanaqa qilib rak kasallari tuzalyapti? Kelinglar birinchi bo'lib o'zimizga savol beraylik. Rak kasalligi qanaqa qilib paydo bo'lyapti? Kim biladi? Nima sababdan mana oldin qatorda yosh kattalar o'tirishdi. Nima sababdan 20 yil, 30 yil oldin rak nima deganligini bilmagansizlar, to'g'rimi?
Nima sababdan hozir hamma bilyapti rak nimaligini, nima sababdan sahrni diabet уже kasallik emas deb hisoblanyapti bilyotgan bo'lsangiz. Nima sababdan o'lib ketyapti rakdan kasallik? Qatdan paydo bo'lyapti o'zi rak kasalligi. Men shunga e'tibor berdim. Buni tuzatishga emas, kelib chiqish sababini, har doim sababini nega degan savol o'zimga yuraman. Rak kasalligining kelib chiqish sababi ahamiyat beringlar. Juda ko'p qidirganman, izlanganman. Mana rak sheykimatki bilasizlar. Bachadon bo'yni saratoni bo'yicha ilmiy ish qilmoqchi bo'lganman-da. Qilganman ham, yaxshi natijalarga ham erishganman. Imminni rakka olib borayotgan tomirni to'sib qo'yganman. Ximiya embolizatsiya qilish yo'li bilan. Bunday kiradi-da, tomirdan kirib turib, xuddi stent qo'yganda embolizatsiya qiladi. Zo'r natijalar bergan. Endi lekin bu narsani tekshirishi bo'yicha hozir randomizirованный katta исследование qilinyapti. Hozir onkologlar tomonidan kelib chiqish sababini hech kim bilmayapti rakka. Tibet tabobati bundan 4000 yil ayrim adabiyotlarga qaraganda 4000 yil avval aytgan rak kasalligi va shunga o'xshagan kasalliklarning kelib chiqish sababi bu zaharlanish deb. Shunday ko'raman-da, ko'pchilik mana Rufesga tushgan bo'lsa kerak yoki natijalarni erishgan odamlarni ahamiyat berib, nima sababdan natijaga erishganliklarini bilishinglarni xohlaydim. Hisoblab chiqinglar, kalkulyatorlar bo'lsa. Og'iz 40 santimetrdan keyin oshqozon. 25-50 santimetrdan keyin 12 barmoqli ichi. 20-25 santimetrdan keyin 6-7 metrli ingichka ichi. Shu 7-8 metr uzunligidagi ichida atigi ichgan suyuligimizni 5-7% so'rilar ekan. Qaranglar Xudoning qanaqa qudratini. Atigi 5-7% so'rilyapti. Qolgan 90-92% yo'g'on ichida so'rilyapti. 1-1,5 metrli yo'g'on ichida. Mana shu o'tirganlarning 50%, 60-70% dan ko'pini ichida qabziyati bor. Ana qabziyat bo'ldinglarmi, xafa bo'lmaydi. Rak kasalligi, moyilligilar bor. Kim men bu yerda turib, men rak bo'lmayman hech qachon deya oladi. To'g'rimi? O'sha boyaga aytgan gapimga yana qaytamiz. 1,5 yil yashadi deganga 84-yil bor edi o'sha esinglardan Umid opa, Yulduzxon opa. 84-yil yosh bola mana 3 yil oldin olamdan o'tib ketdi rakka metastazidan. Kim ayta oladi men rak bo'lmayman deb? Oldindan o'shaning uchun harakat qilaylik demoqchimiz, tushunasizmi? Demak, zaharlanish yo'g'on ichidan tepaga qarab turib ketyapti. Har bitta kasallik shunga qarab turib bo'lyapti. Imminni mikronutrient yetishmasligidan, mikronutrient haqida hozir Davudxonga gapirganlar uchun unaqa uzoq qolmayman, sababi vaqtimiz juda ham chegaralangan. Mana Reishi Gold yetilgan qo'ziqorindan, 3 oylik yetilgan qo'ziqorindan tayyorlangan bo'lib, hozirgi kunda bu ma'lumotni ko'pchilik ham bilmaydi. Boya aytganimdek, janob Liao Sun-seng, o'sha korporatsiya prezidenti hozirgi paytda o'pka saratoni bilan jigar saratonini imminni Reishi bilan davolash usulida katta randomizirованный ish olib borilyapti. Randomizirованный degan bilasizlar, 15 ming, 20 ming kishidan ish olib borilyapti. Nima sababdan imminni o'pka bilan jigar? Davolanmayapti o'pka ham, jigar ham, to'g'risini tan olaylik. O'pka saratoni bo'lsa, sal vaqtliroq kelsa bo'lardi, operatsiya qilardik davomimizni. Chunki ximiya ta'sir qilmayapti, to'g'rimi? Jigar saratonida umuman hech narsa qila olmaymiz. Sirrozlar mana tuzalmaydi hech qachon bo'ldi, o'sha gepatit bo'libsan, sirrozga o'tib bo'libdi, tuzalmaydi deyotgan odam meni ko'zim oldimda tuzalyapti. Bu ko'pchiliklarning ko'zini oldida tuzalyapti. Qanaqa qilib sirroz tuzalyapti? Tushunasizlar? Hamma narsani bitta bilib qo'yaylikda, sababini bilganimizdan keyin javob bizga qaytib keladi. Любой kasallik tuzaladi. Hech qachon men akademiya deyaptilar, hozir Davudxon aka akademiyada men o'zim spetsialni bu kanalni ochganman. Hozir har bitta kirgan odamni o'sha kanalga ulab qo'yishinglarni iltimos qilaman, sababi o'sha orqali men nazorat qilaman har bir kasallik. Akademiya degan kanalda qaysi kasallikdan so'rashligidan qat'iy nazar tuzaladi, mana bunaqa bering yoki bunaqa bering yoki olib keling deyman. Nega? Tan olaylik, musulmonmiz, Xudoyimga shukr, alhamdulillah. Xudoy taolo insonni, bandasini kasal bo'lish uchun yaratmagan. Xudoy taolo bandasini sog'lom bo'lib, unga hamd etib yurish uchun yaratgan, to'g'rimi? Nima sababdan biz kasal bo'lib yotib olishimiz kerak? Sog'lom yuraylik, uning uchun bizga mana imkoniyat beryapti, katta imkoniyat beryapti. Hamma kasallikni tuzatyapti. Jigar sirrozi ham, raklar ham, metastazlar ham kelyapti-da, mahsulot ichgandan keyin to'g'risini tan olib o'tish kerak. O'sha metastaz o'sha 4-darajadan o'tib ketib qolgan.
mahsulot ichib ovqat yeyishni boshlayapti. Bitta ovqat, bir luqma ovqat yeyish o'zi qanaqa baxt bilasizlarmi o'sha odamlar uchun? Ko'rganmisizlar o'zi o'layotgan odamni qanaqa qilib oldidagi insonga qarashini? Ujus deydi buni. Hamma ham chidolmaydi bu narsaga. Menga yordam berdi, qaraydi-da, siz unga hech narsa qila olmasligingiz undan ham battar dabdala holat bu. Demak, mana rak kasallarini oldini olib, butunlay oshqozon ichi tizimini va insonni zo'r tozalaydigan Reishi Gold mahsuloti. Hozirgi paytda Super Reishi degan mahsulotdan chiqqan, bundan 100 barobar kuchli, ya'ni rakka immunni tuzatishga sekin-sekin hissamizni qo'shmoqmiz. Oldindan aytamiz, oldini olaylik deb. Sababi hammada bor xavf. O'zimda ham bor xavf bo'lmaydi. Exelium Gold mahsuloti, keyingi mahsulot, buni ko'ryapsizlar, mitsellidan tayyorlangan. Nevrologik kasalliklar ko'pchilik mana bolalar hozirgi paytda, soglasitsiz, mana 20-30 yil oldin rak bo'lmagan bo'lsa, o'sha navaralaringlar yoki navaralaringlarning tengdoshlari miyada qanaqadir kasallik bilan tug'ilyapti. DTP, miya yetishmovchiligi, gidroensefalopatiya va hokazo nevro ko'p juda ham kasalliklar, to'g'rimi? Imенно miya yetishmovchiligi bilan tug'ilgan kasallikligi mana shu mahsulotni berishimiz natijasida ochig'ini aytaman, 40 kun uzog'i, 40 kundan keyin yoki insult bo'lgan kasalliklar 40 kundan keyin uzog'i kelyapti-da, yaxshi bo'lyapti. Bolam yaxshi bo'lyapti yoki insult bo'lganlar adam gapiryaptilar. Mana kecha bo'ldi. Kecha Toshkentda edim. Sardor aka adam gapirishni boshladilar deyapti. Gapirmaydigan inson. Bitta narsani yana bunga misol qilib aytaman. Yosh kattalar ko'p o'tirishibdi, hozir ko'rinib turibdi. Meningit kasalligini bilasizlar? Miya pardasini yallig'lanish, shamollash. Doktorlarga, men doktorlar uyalsanglar, men xalq qilib beraman savol. Meningit kasalligini asosiy davolovchi preparat qaysi preparat bilasizlarmi? To'g'ri, pensilin. Meningitni butun jahon tibbiyoti tan olgan penitsilin majburlikdan tan olgan. Nega penitsilin? Savol sizga. Nega degan savolni har doim o'zingizga beringlar deyman-ku. Bilasizmi nimagaligini? O'zi qora aloqa. To'g'ri aytyapsiz. Mog'ordan olingan, plesindan olingan tabiatmi? Non turganda Robert Koch bilan Samuel Bach 1867-yil bundoq qarasa nonni usti mog'orlab qoldi. Nima ekan bu deb qarasa, bu bakteriyaga qarshi zo'r narsa ekan. O'shandan keyin penitsilin degan antibiotik ishlab chiqilgan. Hozirgi paytgacha u antibiotik birinchi o'rinda antibiotik hisoblanadi. 10 million dollarlik antibiotik qilasizmi? 100 ming dollarlik antibiotik qilasizmi? O'zimizani o'sha 200 yil oldinga chiqqan penisilinga yetmaydi. Nega penitsilin? Yana savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Nega penitsilin? Mana erkaklar o'tirishdi. Sizni oilangizga, misol uchun oilanglar bor, to'g'rimi? Farzandinglar, qizlaringlar bor. Oilangizga sizni ruxsatingiz begona erkak kirsa buzib tashlaysizmi? To'g'rimi? Sizni oilangizga erkak kishini, ayniqsa erkak kishida shunday narsa bo'ladi. Begona erkak yoki begona inson kirsa, uni to'polon qilib, yoqib borib, haydab borishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Sun'iy antibiotiklar ham xuddi shunaqa. Sun'iy antibiotiklar mana men bu yerda bu akademiyada berganman bu ma'lumotni. Mana bu yerda gematoensefalitskiy baryer bor. To'siq. Sizni uyingizda erkagingiz, oddiy qilib aytganda. Bu to'siqdan sintetika o'tmaydi, organizmga yot modda o'tmaydi. Именно shuning uchun pensilingina faqatgina o'tadi. Bu tan olingan, haqiqatda qarasa pensilindan boshqa narsa davola olmayapti. Tan olinglar, mana ikkita vrachimiz bor. Gano shifochisi ko'pchilik bu narsani ham bu oddiy yeb ichib yuradigan narsadan tuzalib qoladimi deydi. Именно shu yeb ichib yuradigan narsa tabiat bo'lganligi uchun gematoensefalitskiy baryerdan o'tolyapti. Miya kasalliklarini tribunadan turib bemalol ayta olaman, 100% gacha tuzata olyapti. Chunki qarindoshingiz kelsa qo'yasiz, to'g'rimi, uyga? Yoki bilishingiz, tanishingiz, ayolingizni aka-ukalari yoki kimdir bo'lsa, begona erkak emas, o'zingiz tanigan erkagingizni qo'yasiz. Xuddi shunaqa degani. Tabiiy narsa. Tabiiy narsa kirishi uchun uni organizm bilishi kerak.
Ama buni taniyman, bu o'zimizdaniki jigar deydi-da, sekin kirgizib oladi. Meni tabiiy narsani. O'shaning uchun miya kasalliklari 100% gacha tuzalyapti. Mana shu narsani ham bilib qo'yinglar. Buni yanada tushunarliroq qilish uchun men aytib beraman. Keyingi mahsulot, misol uchun sizlarga kortizol, antibiotik, haqiqiy rostakasm antibiotik. O'zi antibiotik degani hayotga qarshi degani, bilasizlar? Bu tabiiy antibakterial mahsulot bo'lgani uchun nafaqat immunitetni ko'taradi. Bu hattoki tuberkulyoz kasalliklarida, hattoki yiringlik kasalliklarida hammasida yordam beradigan, hozirgi paytda juda ham qo'l kelgan, juda ham hozir talab katta bo'lgan antibakterial xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni bakteriyaga qarshi, patologik bakteriyaga qarshi xususiyatga ega bo'lgan yagona mahsulot hisoblanadi. Buni olinishini bilasizlarmi, qanaqa olinadi? Kapale lichinkasidan olinadi bu. Kapale lichinkasi bitta mana bu cordyceps deyiladi mana bu. Bitta mana cordyceps tabiatda vujudga kelishi uchun 2 yil kerak bo'ladi. Bir donasi. 1 kilo cordycepsni Yaponiya mamlakati, bilasizlar, Yaponiya Tokiodan. Yaponiya mamlakati $100 dan sotib oladi. 1 kilogini cordycepsni. O'natdi turing. $100 dan sotib oladi, tushunasizlarmi? 1 kilosini. Nega? Sababi bu haqiqatda hamma bakteriyalarni, patologik bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan antibiotik hisoblanganligi uchun. Keyingisi. Siz yaxshi ko'raman mana shu mahsulotni, to'g'ri? Men ham yaxshi ko'raman. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Shunaqa sevaman. Sevasizmi? Xo'jayingiz bormi? O'zimni ham sevaman, mahsulotni ham sevaman. Malades ekansiz. Chunki bu mahsulot sevgini kuchaytiradi birinchi navbatda. Birinchi navbatda sevgini kuchaytiradi. Yana asosiy joyi shundaki, buqoli, mana kecha savol bo'ldi, Gano akademiyasi, ichki buqo, tashqi buqo, undan tashqari butun gormonal o'zgarishlarga ta'sir qiladigan, ayniqsa demak ayollarda mana shu mahsulotni o'zidan olgan natijamni aytaman. Bitta natijamni o'zim ko'rgan birinchi natijamni aytib beraman. OPP kitobingizda bor, OPP kitob. OPP kitobda mana shu natijani men chiqarganman. Sultonova Dilobar deganlar, rasmini bu kimda bo'lsa-da ko'rsatinglar. Sultonova Dilobar degan odamda kardiolog bo'lib o'tirman, konsultatsiya qilib, bu yerga kelishimni oldim. Kardiolog bo'lib konsultatsiya qilib o'tirmanda, qarasam 85-yil bitta yosh ayolni qizi EKG'sini olib kelishyapti. Infarkt, явный infarkt, сидячий кошка deydi, bilasizlar? Infarkt явный. Dedim men Ostriku dedimda, shunda oldiga chiqdimda, kim Sultonova desam, men dedi. Mumkinmi sizni qabulga dedi? Qabulga kelgandan keyin Sultonova men degandan keyin men ishlamay qoldim, aylancha. Sultonova men dedi. Shunaqa qilib, mana gapira eshitilyaptimi? Men dedi, shu Sultonova degan qiz, Dilobar 85-yil, ahamiyat beringlar. Sinim infarktsiz ko'rsiz dedim. Yuragim og'riyapti, bo'lishi mumkin, doktor dedi. Sekin surishtirdim kasallik kelib chiqish sababini. 14 yildan beri menstruatsiya kelmas ekan, ahamiyat beringlar. Ayol kishi bilasizlar, juda ham yomon narsaligini. 14 yildan beri menstruatsiya kelmaydi. Birinchi farzandi 14 yosh. Har 3 oyda gormonallik mahsulotlar ichib yuradi menstruatsiya kelish uchun majburlikdan. O'shan natijasida hali OPP'da ko'rasizlar, Sultonova Dilobar dumaloq bo'lib ketgan mamlakat. Undan tashqari bu qiz mahsulot o'sha gormonal mahsulotlar ichish natijasida qon quyilib infarkt bo'lib kelyapti. Shunda oldimda bir xillarni xafa bo'lmanglar, majburlashsa xursand bo'linglar. Shunda oldimda qo'lidan ushlab yuring menga dedi. Mashinaga o'tkazib, Gano shifoni markaziy ofisiga Tinchlik metrodiga olib bordim. Shunda keldi, Ganomi bu dedi. Yuzda qarang. Ganomi bu dedi. Qarasam yuzim mamlaqa. Yo'q, Gano emas. Mayli dedi, yana keldi. O'sha chiqib ketamiz, o'sha meni xonamga kirib ketamiz, ikkinchi etajda o'tiramiz. Ikkinchi xonaga chiqamizdan keyin, voy Gano-yu bu deyapti, basharamda qilmadi. Keling dedimda, mahsulotni berdim, choy, sakkano, demak shokolad, asosiy mahsulotlarni berdimda, bergan reishi, bergandan keyin namuncha qimmat buningiz dedi. Sening ichish shart dedi. Ertasi kuni xo'jayini kirib kelyapti, eshigimni tepib, namuncha qimmat buning. Baraka topib ko'r. So'lov nechi pul turadi dedim.
va to'g'ri qildim. Mahsulotni ichirdim. Mahsulotni ichirishi natijasida mana Sulton hammani yanada endi vrachlar bo'lganman, o'zim vrach bo'lganim uchun men shu narsaga mana просто ko'rsatib bunaqa qo'yganga ishonmayman-da. Men bu yerda analizlari, vypiskalari bilan chiqarib qo'yganman mana. Mashq qizga mahsulotni berishimiz natijasida sal hazilroq, sal anaqaroq, bo'lgan voqea. Men kabinetimda o'tirman, 3 haftadan keyin kelyapti. Unda o'tirman, tasavvur qiling, men bu yerda o'tirman, xonamda, anaqamda, stolimda, yoki Sardor aka keldi. Xursand bashara. Sardor aka keldi. Nima keldi dedim. Xursand bo'ldi. Nima keldi desam, keldi deb, kim keldi? Dedi, chiqib ketdi. Ayolimdan so'radim, ayolim ham vrach, u bilan ham birga ishlaymiz. Ayolimdan so'radim, oyisi, Dilobar keldi-ya desam, "Voy, eshitdingizmi?" dedi. 14 yildan beri kelmagan menstruatsiya 3 haftadan keyin keldi. Tasavvur qilasizlarmi? Tasavvur qilasizlarmi, siz yaxshi ko'radigan mahsulot. 14 yil davomida kelmagan menstruatsiya bitta shu mahsulot va boshqa mahsulotlarni ichish natijasida keldi-da, bu yerda katta qilib rasmini ham ko'rsatib qo'yganmiz. Katta qilib rasmini ham ko'rsatib qo'yganmiz. Turmush o'rtog'i bo'lganligi sababli homilador bo'lib tug'di bu ayol. Bunaqa natijalarimiz rosa ham shu. Bunaqa natijalarimiz rosa ham ko'p, juda ham xursand. Tasavvur qilasizlarmi? 14 yildan beri fiziologik ishlamayapti organizm. Keldi, homilador bo'ldi, tug'di. Mana hozir Gano akademiyasida mana o'sha Dilobarni bemalol gapiradi. Qirolicha nomi bilan chiqadi. O'sha Dilobar. Tushunasizlarmi? Qanaqa qilib? Undan tashqari miomaga operatsiya ketyotgandim dedi bittasi. Xuddi shu mahsulotni berdim. Operatsiyasi tushiradimi dedi. Mioma bilasizlar, ayol kishilar. Bo'ladi dedi. Mahsulot bergandan keyin 40-kuni telefon qildi Sardor aka, jigarim o'yilib tushyapti dedi. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Mendan yosh katta, kazachka ayol, unaqa bo'lishi mumkin emas. Opajon, nima bo'lyapti desam, jigarga o'xshagan narsa tushyapti dedi. Uziga borgan, tekshirgandan keyin miomes qani deyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni mahsulot ichingizga bitta narsani aytaman, ichingizga shundoq kirib olgandan keyin sen yoqmayapsan, chiqqin deydi-da, o'ziga kerakli anaqalarni olib qoladi. Tushunasizlarmi? Hujayralar. Hujayraviy darajada tikiladi degani именно shu, keyingi mahsulot. Mana hammasi shu haqida. Garsino mahsulotni ichib yurish natijasida odamni ovqat yegisi keladi. Misol uchun tasavvur qiling. Xolesterin ko'payib ketib qolishi ko'pligi natijasida semirib ketib qoladi. Bu garsinoni ichish natijasida tarkibida aygarsino tamarinus bor va ganodermal usul. Mahsulotni ichib yurish natijasida o'zi bilinadigan darajada ozishni boshlaydi. Qanaqa qilib deydi? Men ovqat yeb turib ozilyapman deydi. Rohatlanib ozyapti. Chunki o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar, mahsulot, to есть inson semirishiga sabab, hozir bu bunaqa katta odamlarni ko'rmayapman, no semirishiga sabab faqatgina ovqat emas, bilasizlar. Ovqat nafas olsam ham semirib ketolmayman deydi. Именно shunaqa bemorlar, insonlar bu mahsulotni ichish natijasida maza qilib ovqat yeyishi, ya'ni makronutrient tashqaridan kirishi natijasida mikronutrient, o'sha kirgan makronutrientni joy-joyiga qo'yadi, sekin ozishni boshlaydi, xolesterin kamayishni boshlaydi. Keyingisi. Royal, buni ham yaxshi ko'raman. Buni ichib olgan odam bilasizlarmi, ana dunyoni suv bosti to'pig'iga chiqmaydi deydi-yu. Tarkibida ona asalari suti bilan ganodermal sutun bor, asosiysi. Bu mahsulotni ichgandan keyin dunyoni suv bosti ham to'pig'iga chiqmaydi. Yo'q, o'g'rilib ketdi. Ana Hojiboy aytganlari bor. Tegma deydi. Ana tegding deydi. Kuydi deydimi? Ana kuydi deydi. Xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Haqiqiy asabni tinchlantiradigan, undan tashqari butun shu boya aytganimdek miya bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni yo'qotib beradigan mahsulot. Keyingisi. Savital Gold. Ko'pchilik aytadi, belimda grijam bor ekan, shu grijamni tuzatish uchun operatsiyaga ketolmayman deb ko'pchilik keladi.
baraka topgur. Keling, mana shu narsani iching deyman. Grija yoki kokso artroz juda ham ko'p natijalarimiz imенно kokso artroz bo'yicha Toshkent viloyatida rosa ham ko'p. Suyeni bilvasizlar, hozir unda ustiga anaqa temir qo'yib qo'yilyapti. Implantni demak qo'yilishiga sabab suyak yemirilishi. Kokso artroz deb bilasizlar, osteoartroz. Suyak yemirilishini yo'qotib beradigan mahsulot hisoblanadi. Просто suyak yemirilishi yo'qolib qoladi, tushunasizmi? To есть suyak yemirilmaydi. O'zi normada qanaqa ishlash kerak bo'lsa, shunaqa ishlaydi. Bundan tashqari grija diski har xil kalsiy bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni batamom yo'qotib beradigan mahsulot hisoblanadi. Keyingi Suprema Coffee. Buni ham tarkibida tanga talisi bo'lgandan keyin erkak kishilar ayniqsa. Ayol kishilar sразу aytadi, ishtaham bo'g'ib qo'yyapti bu, nima hech narsa ovqat yegim kelmayapti deydi. Erkak kishilar shunday keladi, to'g'risini endi tan olish kerak. Cho'tami sal sevgim kuchayib ketyapti deydi mahsulot ichgandan keyin. Tushuntira olaman? Tarkibida tanga talisi bo'lganligi sababli yo'q ichmayman. O'tadi necha rahmat. Keyingi qaymoq bo'lganligi uchun ham demak to'sadi. Immunitet, to есть ishtahani bo'g'adi qaymoq bo'lganligi uchun. Keyingisi. Hozir mana chiqdi Trivadnon va qora kofe. Ahamiyat beringlar, sirrozli deymiz. Mana shu qora kofeni o'zini ichishni boshlaganda boshida biz tayyorlaymiz. Reshilarni berishdan oldin tayyorlov kursi bor. Sразу sizga 10 kunlik lecheniya berib 10 kunda zo'r bo'lib qolasiz demaymiz. 3, 4, 5, 6 oylab mahsulot yeb ichib yurishni tavsiya qilamiz. O'zingiz o'rganib qolasiz bu narsaga, maza qilasiz. Sindrom atmeniyo tashlashingiz bilan hech narsa qilmaydi, hech qanaqa o'rganish bo'lmaydi. No, ichingiz xoliydi bu mahsulotni yeyishga. Qora kofeni yeb ichish natijasida cho'ta rosa ko'p hojatga boraman deydi. Ichganlar bormi? To'g'rimi? Rosa ko'p hojatga boraman deydi. Qattan hojatga boradi. Ichingizdagi yig'ilgan zaharni chiqarib tashlaydi sidut yo'llar orqali. Ichingizda yig'ilgan zaharni undan tashqari juda zo'r natijam bor. Bu bilan garsinoni qo'shganda shunda meni oldimga olib kelishdi. Toshkent shahar elektr apparatida o'tirgan paytimda shunda oldimga olib kelishdi. Sardor aka 1 santimetrlik toshi bor ekan. Hozir o'zi shunda ko'ribdi dedi. Buni operatsiya qilmasang bo'lmaydi. Ertaga 100% operatsiyaga ketib qolasan. U yerda o'lib ham qolishing mumkin debdi. Yorilib ketib qolsa debdi. Tuzataylik shuni. Mayli, keling, operatsiya oxirgi yo'l deyman men har doim. Qora kofe bilan garsinoni berdim-da, 1 oydan keyin kelasidim. Mana shu kofe bilan. 1 oydan keyin xursand bo'lib kelyapti. Xursand bo'lib keldi-da, nima ekan uziga tushib kelasiz, xuddi shu uziga borib kelasiz deganman. Men tasdiqqa yaxshi ko'raman. Tasdiqlab o'sha uziga borib tushsa, qarasa 1 santimetrlik tosh yo'q. Operatsiya qildirmagan shekilli, operatsiyaning o'rni yo'q. Yo'q, qildirmadim. Nima qildingiz? Просто keldim-da, shu tabiiy narsalarni yeb ichdim. Nima ichdingiz? Ganon. Tan olinglar, vrachlar ko'pchiligi bu narsaga qarshi chiqamiz. Ganon ichdingmi? O'tgan safar menimcha boshim og'rib turgandir-da, lekin hozir toshing yo'q hech qanaqa. Xursand bo'lib kelyapti. Snimki ham bor, toshi bor, snimki ham bor, toshi yo'q, snimki ham bor. Bir oyda tosh tushib kelyapti. 1 santimetrlik katta o't qopidagi tosh. Xuddi shunaqa tushib ketgan. Royal ichsangiz siz ham qo'rqib ketmaysiz mana bunaqa qilib. Bemalol turib, dunyoni suv bosib ketmaydimi? Tushunyapsizmi? Shokolad ichish natijasida qon tomiridagi pila deydingda, или krujkami, mana shu idishni beramiz. Maylimi, mana shu narsa haqida yanada tushunarliroq bo'lishi uchun общий obzorga beraman. Kechirasiz, mayli. Hech narsa qilmaydi. Savol hammaga. Yarim litrli 0.33 millilitrli idish. Shunga krujka deylik buni, maylimi? Krujkani, choy damlaydigan krujka. Masjidgacha mana zavarka soldik. Zavarka, quruq choy. To'lg'izib suv soldik. Boring, yana ozgina sal kam pastroq suv soldik. Sizga savol, hojoni, siz yaxshi ko'rib qoldingiz. Necha qoshiq asal solsak, bu shirin bo'ladi. 1 qoshiq to'la solsak, sal normalni bo'ladi. 1,5 ta solsak, shirin bo'ladi. Men tajribada o'tib qoshiq, yana kimda qanaqa variant? 3 qoshiq yana.
To'rt qoshiq bo'lmaydi. To'rt qoshiqda to'rt qoshiq. Bir 5 qoshiq. Yo'q, choy qoshiqda 1,5 qoshiq to'la solsa zo'r ichadigan bo'ladi. Chunki mana shu yegan 5 qoshiq. 5 qoshiq. Yana kim? Nechi qoshiq asal solsak shirin bo'ladi shu. Nega? Yo'q, sud nima u? Suv qaynoq. Tushka deb tasavvur qiling. Mana shu ayolga bugun bitta katta skidka qilib beringlar, Rofet diagnostikadan to'ppa-to'g'ri aytyapti. Tasavvur qilinglar, nima qayoqqa ketayotganligimizni oxiri yetib kelamiz sho'tga. 100% to'g'ri aytyaptilar. Zavarka ko'p-ku, bu hech qachon shirin bo'lmaydi. Chefir 1,5 qoshiq solasizmi, 10 qoshiq solasizmi, 20 qoshiq solasizmi, hech qachon shirin bo'lmaydi bu. O'shaning uchun nima bo'lyapti? Gano mahsulotlarini ichkamizdan keyin birinchi tozalayapti sizni, to'g'rimi? To'kib tashyapti, o'sha chefirli zaharni to'kyapti-da organizmingizda. Keyin sekin-sekin mahsulotlarni etapma-etap berishni boshlayapti, to'g'rimi? Hech qachon shirin bo'lmaydi. Ya'ni endi buni sizlarning misolingizda keltiraman. Bu sizni organizmingiz idish. Zavarka 40 yil, 50 yil, 60 yil, 20 yil, 15 yil davomida yig'gan zaharingiz. Suv, qon, asal, tabletka. Tushuntira oldimmi? Tushundik. Nima sababdan har kuni aspirin ichib yursangiz ham infarkt bo'lyapti? Nima sababdan Plavix ichib yursangiz ham infarkt bo'lyapti? Nima sababdan amlodipin, atipin, bisoprolol ichib yursangiz ham davleniya bo'lib qolyapti? Nima sababdan saharni diabetli, saharni tushiradigan dori ichsa ham tuzalmayapti? Tushunyapsizlarmi? Fikrini tushunib olinglar, bolalar, qizlar. Mana. Tushunyapsizlarmi? Buni tozalab chiqarib tashlab, keyin bermagunimizcha hech narsa bo'lmaydi. Asal bu tabletka. 100 qoshiq solsangiz ham foydasi yo'q. Tozalash kerak organizmni, to'g'rimi? O'shaning uchun qora kofe, liboy mahsulot ichganingizdan keyin siyishni boshlayapsiz. Undan tashqari mamini ichganingizdan keyin qon suyulishni boshlayapti. Qarang, ahamiyat bering. Qon suyulib, infarktliklarga, undan tashqari qoni kamlarga bu mahsulotni beramiz. Butun umr qoni kam yuradiganlar bor. Nimaga ko'tarilmayapti? Qon quyilsa ham, to'g'rimi? Keyingisi. Kasha. Zo'r antioksidant mahsulot hisoblanganligi uchun miya kasalliklariga, undan tashqari gijjani tushirishga juda ham yaxshi samarali mahsulotni beraman. Hammaga buni tavsiya qilaman. Keyingisi. Springel. Sizlar hozir Namanganda o'tiribsizlar. Direktorimiz Vayiz Asqarovdan nazari tushgan vodiyda o'tiribsizlar. Direktorimiz Vayiz Asqarovdan nazarlari tushgan. Kontrol zo'r. Mana shu Springelni uzoqroq Toshkentdan ancha uzoq, Namanganga nisbatan ham ancha uzoq Surxondaryoda 750 ming so'm sotiladi bittasi. Bir dona Springel 750 ming so'm sotiladi. Nima sababdan qimmat? Shunaqa men eshitganman, zam direktor bo'lib o'tirganimda eshitganman. Gemoroid tuzatyapti. Gingivit tuzatyapti. Butun og'iz bo'shlig'i kasalliklarini tuzatyapti. Butun shilliq qavat bilan bog'liq bo'lgan hamma kasalliklarni tuzatyapti. Undan tashqari gijjani ham ko'zingiz oldida tushirib berayotgan bo'lganligi uchun. Keyingisi. So'nli kim chiroyli bo'lmoqchi? Faqat ayollar ko'tarilib qoldi. Baraka topinglar. Bu tashqaridan chiroylilik beradigan, ugrilarni yo'qotib, undan tashqari har xil dog'larni yo'qotib beradigan tashqi parvarish usullari. Lekin bu bilan birga albatta ichadigan mahsulotlarni, yeb ichib yuradigan mahsulotlarni olishimiz shart. Keyingisi. Yana keyingisi. Kulon. Kulon haqida bilasizlarmi? Nima u? Kim oramizda eng o'zini kuchli deb biladi? Kulonni xohlasanglar bitta isbotlab ham beramiz. O'zini kuchli deb biladigan bormi mana shu yerda? Erkaklarda ayniqsa. Kuloningiz bor. Erkak kishilar bu yerda endi yoshlar kamroq, yoshlar chiqardi ko'pincha shunday bitta test qilsam, kuloningizni soting menga deydi. Nech pul turadi? 2 million, 3 million ish qilib soting menga mana shu kuloningizni hozir yerda bering deb ketadi. Ko'pchilik sababi bu polniy energiya beradigan, undan tashqari aurani yaxshilaydigan mahsulot hisoblanadi. Keyingisi.
Nimadir bo'yatdim? Nimadir zerkarliroq gapirib qo'ydingmi? Yo'q, juda zo'r bo'lyapti. Kuchli. Endi to'plam kerak emas. Endi bitta narsani tan olib aytaylik. Hozirgi paytda meditsinani ikki xil yo'nalishi butun umr bo'lgan. Birinchisi xirurgiya, to'g'rimi? Operatsiya qilib davolash. Ikkinchisi terapiya, operatsiyasiz davolash. Xirurgiya zo'r rivojlanyapti. Tan olish kerak, haqiqatda zo'r rivojlanyapti. Nega? Chunki kesadigan darajaga yetib borgandan keyin haqiqatda zo'r ishlanyapti. Terapiya afsuski oqsoqlanyapti. Tan oling, davlengizni doringizni ichib yursangiz ham davleningiz ko'tarilib ketyapti. Sahar doringizni ichib yursangiz ham, insulin olsangiz ham saharingiz hech qachon o'ziga kela olayotgani yo'q. Boyaga aytganimdek, nima qanaqa qachon dori ichsangiz ham hech qaysi o'ziga kela olayotgani yo'q. Nega? Rofes diagnostikada tushganingizda hammasini gapirib beradi sizga. Undan tashqari hammasini gapirib bergandan tashqari qaysi mahsulot qatingizga qanaqa qilib ta'sir qilishini gapirib beradigan diagnostika usuli bilan kelganmiz bugun. Bugun erta Namanganda bo'lamiz, ertaga menimcha Chustda bo'lsa kerak. Uni hali aytishadi. De hammalarni shu diagnostikaga taklif qilaman, otim Sardor Tojiboyev. De xudo xolasa yaxshi ko'rishinglar, bitta ham har bitta odam ko'rganidan keyin katta ustozlardan iltimosim bo'ladi, Gano akademiyasiga hamkor qilib qo'yish, ulab qo'yishni qo'yish. Sababi hamma savolingizga o'sha yerda javob olasizlar. Bizning maqsadimiz sizlarni haqiqiy sog'lom inson qilish. Sizlarni prosta ko'rib ketish emas, haqiqiy sog'lom inson qilish. Haqiqiy sog'lom insonlikka yetish uchun sizlar nazoratda bo'lasizlar, vrach nazoratida va 3-4 oy davomida Pekinga akademiyada savol-javob bo'ladi. Sog' bo'linglar, yaxshi ko'rishinglar.